Dünya Uyghur Qurultayı bilan baş shtabi Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti 27 yanvar bayonot e'lon qilib, Volkswagenning bosh ijroiya direktori Oliver Blumdan Volkswagenning Urumchidagi zavodini taqashni, Uyg'ur majburiy amgiki bilan bo'lgan aloqasini uzishni talab qilgan. Mazkur bayonot Oliver Blum bu haftaning oxiri Xitoyda ziyoratda bo'ladigan xalqaro bir vaqtda e'lon qilingan. Bayonotda Oliver Blumning Volkswagenning ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur majburiy amgiki to'g'risida so'z qilish kerakligi, chunki mustaqil muffattish shirkatlarining rayonida tekshirish olib berish mumkinchiligi yo'qligini bildirgan. Malta Cumhuriyatida panohlanayotgan ikki Uyg'ur ayol Xitoyga o'tkazib berish xavfiga duch kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha 16 yanvar Yevropa kishilik huquq sudi Malta Cumhuriyatining ikki Uyg'ur ayolni Xitoyga qaytarish planini to'xtatishga buyurgan. Markaziy Maltaga joylashgan Atlas fondi va Ispaniya kishilik huquq tashkiloti huquqdagi muhofazachilarning oshkorlashicha, bu ikki tashkilot 13 yanvar Yevropa kishilik huquq sudiga Malta ko'chmanlar o'rni ustidan arz sunib, Malta doiralarining insonparvarlikni rad qilish qilmishini ayblagan. Yig'ilinishicha, yaqinda mazkur ikki Uyg'ur Xitoyga qaytarmaslik iltimosini mas'ul organga sungan bo'lib, bularning iltimosi rad qilingan. Bu Uyg'ur ayollar navbatda Safi gazarmasidagi ko'chmanlarni tutib turish o'rnida tutib turilayotgan bo'lib, ularning advokati ular bilan ko'rishib, keyingi qadamda qanday tadbirlarni qo'llanish masalasini muzokara qilgan. Tinch okeandagi Orol davlat Fiji Xitoy bilan bo'lgan bexatarlik hamkorlik programmasini oxirlashtirganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, mazkur hamkorlik soqchilarni tarbiyalash va vaqtliq vazifalantirish qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, Fiji soqchi idorasi Xitoy bexatarlik xodimlari bilan davomli hamkorlashishining hojati yo'qligini e'lon qildi. Xitoyning Tinch okeandagi bu Orol davlat bilan bo'lgan bexatarlik kelishimi yaqin qo'shnilar bo'lgan Avstraliya va Yangi Zelandiya bilan birga Amerika qatorliq davlatlarning muandisini qo'zg'agan edi. Xitoy doiralari Washington hukumatining Amerikada panohlangan Hong Kong fuqarolarini majburiy chegirdan qo'g'lab chiqarmaslik belgilamasini uzartish qaroriga norozilik bildirdi. Tunugungi qarorda Amerika prezidenti Joe Biden Amerikada yashaydigan Hong Kong aholilariga berilgan majburiy chegirdan qo'g'lab chiqarmaslik salohiyatining muddatini 24 oy uzartgan edi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan Amerika bilan Yevropa ittifoqining ma'muriy nizomnoma imzolaganligini e'lon qildi. Bu kelishim ikki taraf mutaxassislarini yig'ib, sun'iy idrok hisoblash va maxfiyatlikni qo'g'dash texnikasi to'g'risida yanada ilgarilagan holda tadqiqot olib berishni maqsad qiladi. Sullivan zarur tadqiqotlarning avariya va klimatni oldin mo'ljallash, jiddiy ahvolga taqobil turish usullari, sog'lomlik va davolashning yaxshilanishi, elektr tori va dehqonchilikni a'lolashtirish qatorliq sohalardagi sun'iy idrokdan nafga erishadiganligini qo'llaydiganligini bayon qildi.